Tiyaz keliplim haqiqatan meni tazmış taranç kelinim oylalarını pakiz tutsun dedim ha. Men de mi yoğan süpögünün birini götürüp kırıptı. Tazımamdığın kıynatta bunda yoğan süpögünü yaparsanız o yakı birini, bu yakı birini ile seyirsam tügeydiken bu iş kaldı oylalar. Kanda havalınlar dostlar yakşı mı? Men taranç kelimi yeserdim hemminla otuk salamlar olsun. Olcunun kar cüdülük tülleri ahırlışıp ma bulutlarını astağını ustup koyuvatımız. Karapekmanlar bulutlar heli bir yaklar ketip atımız. Şunu gılpalı çıkışan korunlarını seliş kaldırmanlar cümle ma avlarının bulutları ordurak bir yaklar ketip ağandıra kanaldiken selamlar. Abomuz taranç kelinin fınsınır şanko saldı edaplam kaytıp gelse ma bulutlar yanı yakduma yam kokalar. Şunda qilib bu hava rayımı ahir içildi mana. Endi bu hava içilgan bilan mening chiroyim tutuladi canım qizlar. Nimishqa desanglar, ma yoz keldi deb qiynanam meni qo'g'lab chiqirib o'tadi o'ylilarga. O'ylilarni sipadingizmi? Oy kelin deb bo'g'ich supirib olaychi deb atdiganda talaq chiqib o'ylilarni supirib ketib boraman-da. Sizlarning oilalarda qancha jamba qizlar, ma o'xshashmanda cho'ng o'ytirdigan kelinlar bormi yo'qmi? Mush cho'ng o'ytirdigan kelinlar ancha-muncha tamoqlardim ziddiyat paydo bo'lib qolgan ahvollar bormi? Bugün mening uyimda mushta ziddiyat paydo bo'ldi. Biz mani yeyli desak, cho'nglar uni yemaymiz, mani yeymiz deydi. Cho'nglar yegani biz yemaymiz deymiz. Oshlar qilib talash-tartib qilib qoldik qaranglar. Bizning uyimizda bir shodiyning adam bo'lgandan keyin bir adam yegani bir adam yemaymiz deydi-ki, shuning bilan birga ikki qozon tomoq qaynatdim qaranglar. Birsiga cho'nglar yaxshi ko'rdiganni, yana birsiga bolalar yaxshi ko'rdiganni qilib ikki yoz qilib tomoq qaynatdim. Necha kun oyoq so'qoqlarda taloq chiqmasdan xeyli bir dangsab qoldim-mi? Buga atdigan taloq chiqib so'qoqlarda birdan yurib qolganimga, o'ylarimdan tozalab qo'yganimcha, voy bir damning chilbirdiga ezilib, zukam tekkandek bo'lib, shunda bir bearam bo'lib ketdim-da, to'xtamaysan. İmon kuchim ajizlab qoldimi? Nima daplam shundan. Og'rib oldim qaranglar. Voy qiynana faqat mijozim. Ximi jug'og'idagi kuchim yo'q meningki. Taladan akraylichu deb talada ximilarni akirib oldim qaranglar. Shunda qilib aytdigan mush qiynanamdan qo'rqib, o'ylarimda ma vaqt sipirilmabdi. Voy kun o'rlab ketibdi deb ketsin deb qaranglar. Chochlarimni tormay, girimlarimni qilmay, mush qatazli qilgandimdanlar. To'xtavay avval kalam ondan tam deb kema be o'zingni be o'ngshab chiqamaysan. Mono chochlaring bilan eli tomoqdan choch chiqadiganmiz. Men nima deb oldim qo'yib qiynanam. Chaşko deb o'tirib ketmay deb shuning bilan chash pashlarni yig'ib bo'g'ib tozalandan keyin ancha-muncha girimlarni qilib oldik qizlarmi. Mağımın yetişine başlap kettim canım kızlar. Meşedil muş pemdurun to'g'rab silang degandim. Manima bir tal pemdur to'g'ralmay silinib qolibdi-da. Qiynatam ko'rib qoldi yoshqan chiqib. Dada manima ish desam fayz bo'ldi balam solayvering deydi. Voy yuzim. Pemdurni shundan normal to'g'rab atatdim. Voy bir haqiqatimliq tomoqlardan chataq chiqamsang nim bo'ldi deymi yasar dedim-da. Hisobda cho'nglarga suyqash, ma ballarga ma tugir etyapmiz demedi. Men dedim o ballar tayyor tomoqning ximirini laykirib etdim deb. Ammo tugib etmay bir tariqliq jinim ballar dadin qashqandek. Bizning uyda suyqash degan narsa etilmaydi-da. Shoma dadamning terkidigini shu. Nimishqa suyqash etmaysizlar deb. Bu suyqashni dadam bilan opam ishgan bilan, men ishgan bilan bizning buni er bolalar dadini kiyib chiqqanda suyqash suratga jin chaplashgan deb latullayma qaranglar. Faqat suyqash at to'qli desak 5 qatri bu bolalarning. Shuning bilan ikki qozon tomoq etyapman o'zimcha endi. Men suyqash qarganda tugirni xeli yaxshi ko'ratdim. Ham jiqaroq tugib qo'yacha o'zimni yema bugunda tugirishni boshlab ketdim-da. Sizlarning bolalaringlarni tugirni yaxshi ko'ramdi, yaxshi ko'z bir yaxshi ko'rdi deb xatis qo'yinglar do'stlar. Ammo mening bolalarim dumla tushgan. Shuning bilan bir tarafdan cho'nglarni, bir tarafdan bolalarni xo'sh qilmay deb ikki yo'ng tomoq etib bugun shundan bir oldirishib ketdim. Yili bu bozorni akirib olibdim ekan, qo'liq shumliq qilib mat xemilarni bo'lmag'amiz kechib qolatdim ekan. Qiynanamning tuggan tugirlarning chiroyliligini qaranglar. Voy mana meningki. Qiynanam meni tugir tugyapamsiz, mont tugyapamsiz deydi. Voy nima tugsam tugani ish qilib tugyapman qo'ydim-da. Shuning bilan tugir etib, suyqash etib bugun bir kuni kash qilibdim ajinim bolalar.